Eli Pedagogika Universitetining o'qituvchisi Dilmurod Avudning davlat tilini ko'ziga ilmaslik bilan ayblanib kesib etilganligi oshkorlandi. Egilanishicha 65 yoshlik Dilmurod 2018-yili tutqun qilinganga qadar maktabning siyosiy ma'arif va filologiya institutlarida rahbarlik vazifasini o'tagan ekan. Eli Pedagogika Universitetida Uyg'ur tilida dars o'tish amaldan qoldirilgandan keyin Dilmurod Avud o'quvchilarining dars o'zallashtirishida qiynalganligini ko'rib, zarur tepilganda darslarni Uyg'urcha tushundirgan. Germaniyaning Nürnberg shahrida o'tkazilgan an'anaviy tinchlik tasdiqini faoliyatida minglagan kishi bir yerga jam bo'ldi. Har xil tashkilotlar va shaxslardan bo'lib, kishilik huquq ko'chisi va uning atrofidagi 350 dan ortiq ustalga jam bo'ldi. Faoliyatda Sharqi Turkistonga Uyg'ur va boshqa musulmonlar uchrayotgan zulmlarni dunyoga jakarlagan Sayragul Savutboyga xalqaro kishilik huquq mukofoti berildi. Sayragul Savutboy bu mukofotni Nürnberg shahrining boshlig'i Markus Kontegendan topshirib oldi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining hayot shohidlaridan biri bo'lgan Sayragul Savutboy yillardan buyon Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlar uchrayotgan zulmlarni fosh qilib keldi. Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö Shimoliy Atlantik Ihdo tashkilotiga a'zo bo'lishni iltimos qilganligini e'lon qildi. Niinistö Finlandiyaning Shimoliy Atlantik Ihdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga munosabatlik masalalar haqida Turkiya prezidenti Erdo'g'an bilan ko'rishishga tayyor ekanligini aytdi. Erdo'g'an Finlandiya va Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Ihdo tashkilotiga a'zo bo'lish musobaqasiga qarata, afsuski, Skandinaviya davlatlari terrorlik tashkilotlarining mehmonxonasiga o'xshaydi. Bu xil ahvol ostida bizning aktiv pozitsiyada bo'lishimiz mumkin emas degan edi. New Yorkning Buffalo'dagi bir talla bozorida yuz bergan qurolli hujumda 10 kishining qazo qilganligi, 3 kishining yaralanganligi e'lon qilindi. Hujum qilg'ichining Python Gendrom ismli 18 yoshli oqtanlik erkakligi aniqlandi. Aloqador tarmoqlar shahar sirtidan kelgan hujum qilg'ichi nishon qilgan 13 kishining 11 ning qora tanlik ekanligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat gumondori irqchilik muddaosi bilan qilinganligi o'tirib qo'yilgan hujumni ijtimoiy aloqa subsi Twitch'da naq maydon tarqatgan. Starlink internet sun'iy hamroh to'rining bir qismi bo'lgan 53 sun'iy hamroh Amerika olam kemasi va raketa ishlab chiqaruvchisi SpaceX ga tava raketa orqali Amerikaning Kaliforniyadan olam bo'shlig'iga qo'yib berildi. Somalidagi prezident saylami ikkinchi bosqichga qadam qo'ydi. Chunki hech qaysi nomzod 3 dan 2 qism biletga erisha olmadi. Germaniya bosh shtabi boshlig'i general Eberhard Zorn armiyaning qurol yaroqlarining nihoyatda oz ekanligini, ularning o'q-dori skladini to'liqlash uchun 20 milliard yevroga ehtiyojli ekanligini bayon qildi. Zornning aytishicha, ilgari o'q-dori va zapchastlarning tejash orqali boshqa turlarga mablag' solingan.